Maqsadsiz yengil avtotransportlar yurish mumkin emas, taqiqlanadi. Qaysidir joylarida kichkina mashinalar bo'shatib qo'yapti, qaysidir joylarida xalaqit beryapti. Yo'llarimiz kichkina birinchidan. Avtobuslar bilan yo'l yengil mashinalar ko'p to'qnashyapti. Sharoit og'ir bo'lsa iloji yo'q. Alohida yo'lak bo'lgandan keyin avtobuslar o'zini yo'lagidan yurib Toshkentda jamoat transport yo'laklarini tartibga keltirishning yangi bosqichi boshlandi. Jumladan A belgili maxsus yo'laklar ajratilib, ularga jismoniy to'siqlar o'rnatilmoqda. Jismoniy to'siqlar jamoat transport yo'laklarini umumiy oqimdan ajratib turadi. Bu degani A toifadagi maxsus yo'laklarda boshqa transport vositalari harakatlanishi taqiqlangan va qoidabuzar haydovchilarga jarima belgilangan. Xo'sh, bu qaror avtobus haydovchilari ishlarini qanchalik yengillashtirdi? yaxshi bo'lardi shunaqa bo'lsa. Alohida yo'lak bo'lgandan keyin avtobuslar o'zini yo'lagidan yurib, kichkina mashinalar lyokovoylar o'zini yo'lagidan yuradi. Menimcha avtobusdagi qulay bo'ladi bu. Bizning yo'nalishda A polisi bor, hali to'siqlar bilan to'silmadi. A polisining o'zi bor. Qaysidir joylarida kichkina mashinalar bo'shatib qo'yapti, qaysidir joylarida xalaqit beryapti. Masalan, sentralniy telegrafdan abay chorrahasiga kelguncha o'tib olishadi. To'g'ri ketadigan ham o'tib oladi. Oqibatda biz interval yo'qotib qo'yamiz. Endi bir xil joylarda qulaylik katta apalasani agar haqiqatdan bo'shatib qo'ysa katta qulayligi. Mana grafik asosida ishlayapmiz. Vaqt-vaqtida mana shu grafik asosida yurishimiz kerak. Lekin yengil avtomobillar bunga xalaqit beradi, to'g'rimi? Xalaqit beradi. Hamma joyda ham apalasani bo'shatib qo'yishmayapti. 100% yengillik beradi. Probkada qolib ketyapti, kecha qolamiz har doim. Qaytanga yaxshi, avtobuslar o'z yo'lida yuradi. Biz ham qoidaga rioya qilib, apalasaga tushmasdan, shtrab qilmasdan o'z yo'limizda yuramiz. Apalasaga o'tib avtobusdan oldiga tirbandlik qilib noqulaylik olib kelmaydi. Taksistlar ham, boshqasi ham, beboy odam misol. Bunday yengil avtomobillarga qanaqadir noqulayliklar bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Yengil avtomobillarga noqulaylik bu yo'l torligidan, o'sha to'siqlar qo'yilgandan yo'l toraydi, to'g'rimi? Apalasidan faqat avtobus yuradi. Shuncha yo'llarga o'sha minus bo'lyapti. Yo'llarimiz kichkina birinchidan. Menimcha ruxsat berib qo'yish kerak. Yo'llarimiz kichkina sababli tirbandlik ko'paymoqda. Taksilarga qolsa ochib qo'ysa bo'ladi, polni. Polni umuman yopmaydigan qilib, jarima kelmaydigan qilib ochib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Birdaniga yengil avtomashinalar yo'lingizga chiqib qolgan? Ko'p bo'lgan unaqa holat, ko'p bo'ladi. Endi sharoitimizga qaraladi, sharoit og'ir bo'lsa iloji yo'q, ular ham bu yoqdan harakatlanadi, imkoni yo'q boshqa. O'sha A bo'lakka qo'yib qo'yadi ko'p joyda mashinasini. Tirbandlik vaqt bo'ladi, masalan, ertalab kechqurun bo'ladi-yu. Kunduzda bo'lmaydi tirbandlik unaqa. Xuddi o'sha holat juda ko'p qaytariladi. Kichkina mashinadagi yengil mashinadagi haydovchilar ham ishga shoshilyapti, qat'iy shoshilyapti. Svetoforlarningasiga tirbandlik bo'lib ketadi. Savr ichidan ham o'tib ketadi apalasiga. U hozir eng dolzarb anaqadagi, masalan, avtobuslar bilan yo'l yengil mashinalar ko'p to'qnashyapti. Nimaga deganda avtobuslar yengil mashinalar yo'llarga chiqib ketyapti. O'shani nimasiga ular ham shunaqa avariya holatlari yuzga kelyapti-da. O'zini palasasida yursa ham avtobus o'sha yengil mashinalarga xalaqit qilmasa, yengil mashinalar bilan avariya holati yuzga kelmaydi. Rahmat javobchi. Jamoat transporti yo'laklari uchun A belgili maxsus yo'laklar ajratilgan. Bunda endi yengil avtomobillar umuman harakatlanishi mumkin emas bo'ladimi yoki ma'lum bir chegaralar o'rnatilgan bo'ladimi? Avtobus uchun ajratilgan yo'laklarimizda politsiyaskiy mana bu sun'iy to'siqlar qo'yib chiqildi. Bu har bitta ko'chaga kirishda, chiqishda, kirsa bo'ladi ko'chaga kirib, o'sha ko'chadan chiqib, chiqish kodlari bor, o'zida ajratilgan alohida uzilgan joylari bor, o'sha joydan kirib bemalol chiqib ketishlari mumkin. Lekin maqsadsiz yengil avtotransportlar yurish mumkin emas, taqiqlanadi. Maqsadsiz odam olib, masalan, odamni tushirib, yuklar olib, yuklar tushirib chiqib ketishlari mumkin. To'xtash va to'xtab turishi mumkinmi? To'xtab turish? Yo'q. To'xtab turish taqiqlanadi, faqatgina qachon odamni olib, masalan, Yandex bo'lsa, masalan, taksi bo'lsa, litsenziyali taksilar odamni olib, odamni chiqazib yuklari ortib, yuklari anaqa unda ham yo'nalishli transportatsiyaga xalaqit bermagan holda, avtobuslarga xalaqit bermagan holatda qilsalar bo'ladi. Kirib chiqish yo'laklari orasidagi masofa bir xil bo'ladimi? Hammasida bir xil. Har bitta ko'chadan chiqishda, kirish uchun, masalan, mahallaga kirish bor, uyga kirish bor, dom ichiga kirish, hammasida bir xil, masalan, 10-15 metrlik kirish uchun, chiqish uchun, bir bemalol kirish uchun mo'ljallangan uzuq chiziq bor.
Ajratiladi. Shunaqa.